Dam olish kunlari havo harorati 39 daraja ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 26 hamda 27 aprel kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston hududi bo'yicha havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu kunlarda havo haroratining ko'tarilishi davom etadi. 26 aprel kuni kunduzi havo harorati 27-30 daraja, 27 aprel kuni 32-35 daraja isiydi. Shimol, janub va cho'l hududlarining ba'zi joylarida harorat dam olish kunlari 36-39 daraja isiydi. Toshkentda 26-27 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 aprel kuni kunduzi 30-32 daraja, 27 aprel kuni 32-34 daraja isiydi. Harorat kechalari asosan 15-18 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.